Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu qatimli haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərdə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, aldı bilən biz diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaqçı olan xəbərlərimizin əsas məzmununu tunuşdururuz. Diqqətinizdə İstanbulda Yusuf Xas Hacib təvəllüdünün 1000 illik münasibəti bilan çoğun bir mərasim ötküzüldü. Bu xəbər oldu. Şunaqla Xalqara Keçirim Təşkilatı Xitayının qattiq qollluq siyasətinin vətənimizdə Şərq Türkistanda İğir meselelerini keltirip çıkarttığı hakkındaki haberimiz şunakla Xitay Koriya arasındaki müdafiə sistemisi keltirip çıkargan ciddiçilik ve şunakla Amerika'nın Şimali Koreyaga elip bağan yürgüzgen embargosu kimlerge tesir gösterdiği mavzulu haberlerimiz ve bu haberler hakkında profesör mutaxassislerimiz bilan ötküzgen maxsus analizlerimiz diqqətinizdə buldu. Diqqətinizlər ekranımızda olsun. Yusuf Xas Hacib yılının eciliş murasimi ötküzüldü. Türk İslam tarixideki meşhur şahıs, büyük mutafakkur ve edip Yusuf Xas Hacib təvəllüdünün 1000 yıllık münasibeti bilan İstanbul'da Yusuf Xas Hacib yılının eciliş murasimi ötküzüldü. Türk İslam tarixideki meşhur şahıs, büyük mutafakkur ve edip Yusuf Xas Hacib təvəllüdünün 1000 yıllık münasibeti bilan İstanbul'da Yusuf Xas Hacib yılının eciliş murasimi ötküzüldü. Xalqara Türk Medeniyeti Teşkilatı Türksoyga a'zo davlatlar 2016 yilni Yusuf Xas Hacib yili qilib bekitgan edi. 2016 yili 19 fevral tushdan keyin soat 4 da İstanbul shahri Zeytinburnu rayonlik hukumatning Qazlıçeşme Medeniyet Merkezida Yusuf Xas Hacib yilining ochilish murosimi boshlandi. Yusuf Xas Hacib yilining ochilish murosimi Xalqara Türk Medeniyeti Teşkilatı Qirg'iziston Cumhuriyeti Medeniyet, İlim ve Kültür İşleri Ministerligi Qirg'izistonning Anqarat turishliq bosh elchixonasi shundaqla Türk dunyosi shaharlik hukumatlar ittifoqining hamkorligi bilan uyushtirildi. Bu yig'inga Turkiya bilan Qirg'iziston madaniyat ministrlari, Qirg'iziston bosh elchiligi, diplomatlar, Türk dunyosiga aloqador tashkilot rahbarlari, tadqiqotchilar, muxbirlar, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Turk vakillari bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Bu marosimda Turkiya madaniyat va sayohat ministrligi muavin ministri Husayn Yayla, Qirg'iziston Sayohat va Informatsiya Ministerligining ministri, Zeytinburnu shahar boshlig'i Murat Aydin, Xalqarалық Türk Medeniyet Teşkilatı'nın baş katibi Dusan Kasinov, Qirg'izistonning Anqaradagi bosh elchisi qatorliqlar echilish nutqi so'zladi. Türk Dünyası Belediyeler Birligi raisi İbrahim Qara Osman o'g'li so'z qilib, Yusuf Xas Hacib va uning mashhur asari Qutadg'u bilikning Türk dunyosidagi o'rni va ahamiyat to'g'risida to'xtaldi. İbrahim Qara Osman o'g'li mundaq dedi: Qutadg'u bilik Türk dili ve Türk dünyasına nispeten en muhim ahamiyatga ega ve asosliq asarlardan biridir. Bu asar Türk edebiyatidagi tunji siyosatnoma hisoblanadi. 6645 beytdan tarkib topgan bu nadir asar Türk dili ve edebiyatining asosi, shundaqla Türklarning islomni qabul qilgandan keyingi tunji asari hisoblanadi. O'zimizga oid asarlarga ega chiqish ve uni kelgusi avlodlarga o'rgatish bizlerinin en muhim vazifelerimizden biridir. İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar zamanında yaşamış bulunan Yusuf Xas Hacib, yazdığı Kutadg'u bilik, yani kutlu bilgi ya da daha günümüz Türkçesiyle mutluluk veren devlet olma bilgisi adlı eseri ile Türkçemizin en önemli eserlerinden birisini bizlere kazandırmıştır. Türkiye Medeniyet ve Sayahat Ministerligining muavin ministri Husayn Yayman söz qilib mundaq dedi: Yusuf Xas Hacib intayin muhim mutafakkurdir. Uning issiq ko'ldan, Tangri tog'laridan yoqqan mash'ili İstanbulgacha yetib keldi va Adriatik sahillarigacha, shundaqla Balqonlargacha yetib bordi. Yusuf Xas Hacib yoqqan madaniyat mash'ili 1000 yildan keyin bizga yetib kelganga o'xshash 5000 yıl kiyimmi meş'al bulup nur çeşişini devam kılsın. Yusuf Xas Hacib gerçekten çok önemli bir mütefekkir, çok önemli bir düşünür. Çağlar öncesinden Tokmak'tan yaktığı meşale, Narin'den Türklerin Ergenekon'dan çıkışının temsili yerinden yaktığı meşale, Isık Gölü'nden, Tanrı Dağları'ndan yaktığı meşale İstanbul'a geldi ve ta Adriyatik kıyılarına, Balkanlara kadar çok şükür ulaştı.
Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Trakya Üniversitesi'de profesörlük kılıp, şu yerde hizmet kılıp, şu yerden pensiyaya çıkan emizge tanışık boğan Profesör Doktor Sultan Mahmud Kaşgarli bilen söhbet edip barımız. Özü hazır telefonumuzda. Assalamu alaikum. Aleyküm esselam. Aldı bilen ziyaretimizi kabul kılgalığınız için köp rahmet etimiz. Ben sizlerge rahmet etmem. Rahmet. Doktor, sizge ma'lum 2019 günü meşhur Uyghur alimimiz Yusuf Has Hacip tug'ilganligining 1000 yillik munosabati bilan Türkiye İstanbul'da bir faaliyet ötküzüldü bu ekiliş murasimi şekilde. Uyuşturgan bu Zeytinburnu Belediyesi içildi. Bunu şu Kırgızistan ve Türkiye'ninki medeniyet ministerlikleri birleşip orunlaştırılgan hem de bu yığın. Bu yığında hem de bu yığının uçurları, haberleri çıkan ekan her xil inkasla mevcut torlarda, ictimai uçur vasıtlarında bir Uygur alimininki hatırlanış 1000 yıllık tavallutuğunda mende bir muhim bir yığınga hiçqanday bir Uygur profesörlerinin, doktorlarninki söz qilguvchilarning bo'lmasligi va shundaqla o'yinda ishlangan filmlardami o'rinlangan artistlarning o'rinlagan narsami xuddi uni bir qirg'izdaklam qirg'izlar bizning adimimiz davagandaklam bir tuyg'u berib qo'yganligi qatorliq har xil nimalar bormidi inkaslar noroziliklar bormidi shunga fikringizni baqsam nima uchun bunday qilindi bu nima uchun hamda yoki Uyg'ur emasmi yoki Yusuf Hasajibimdi Bu anda Yusuf Hasajib xo'sh bizden Karakallı devleti içken yani Türk İslam Uygur edebiyatının xo'sh en büyük pişvası. xo'sh Mütefekkir, şair, alim bir şahsiyet. Bu Yusuf Hasajib hakkında ben bu gelecek makallarını yazdım. xo'sh Yusuf Hasajib bu şahsiyet yani tug'ilishinin 1000 yıllığı münasebeti bilan bunu bütün dünyada hatırlaştırma ben makalemde alayı takdir edelim. xo'sh Yani onun 1000 yıllığını Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın UNESCO'ya müracaat kılıp bütün dünya boyunca Yusuf Hasajib'nin ki hatırlaş, Yusuf Hasajib'nin eserinin büyük ehemmiyetini hakkında kem teşvik kılış ve onu dünyada tekimi kem daraydı, tanıtışını alayı teşebbüs kıldı. Qumul viloyati amaldan qoldirilib shahar ta'sis qilindi. Xitoy Sharq Turkistonning sharqiy cho'ng darvozasi bo'lgan Qumul viloyatini amaldan qoldirib, Qumul shahri ta'sis qildi. Xitoyning Tanglatog' to'rining 19 fevral xabar qilishicha Qumul viloyati rasmiy amaldan qoldirilib, shahar ta'sis qilingan. Bu Sharq Turkistonda Turpandan keyin viloyat amaldan qoldirilib ta'sis qilingan ikkinchi viloyat darajalik shahar hisoblangan. Bu yil 1-oyda Xitoy Davlat ishlari ministrligi Qumul viloyatini amaldan qoldirib, shahar ta'sis qilishni tasdiqlagan ekan. Yangidan ta'sis qilingan Qumul shahri viloyat darajalik shahar bo'lib, aslidagi Qumul viloyatiga qarashli bir shahar. Ikki nahiya ichidagi Qumul shahri nahiya darajalik Iverg'ol rayoniga o'zgartirilgan. Arturk nahiyasi va Barko'l Qozoq avtonom nahiyasining tashkiliy tuzilmasi o'zgarmagan. Qumul Yipak yo'lining shimoliy, o'rta, janubiy yo'ldagi muhim o'tang bo'lib, Sharq Turkistonni Xitoy o'lkalari bilan tutashtiradigan darvoza. Xitoyning g'arbga yuzilinishidagi asosli quruqliq yo'li bo'lib qolgan. Qumul viloyatining umumiy nufusi 620 mingga yaqin bo'lib, yerlik millatlarning nufusi aran 3 dan 1 qismini egallaydigan. Xitoyning bundan burun Urumchi shahridagi yo'l ko'chalarning nomiga o'zgartish elib berib, aslidagi Uyg'urcha nomining o'rniga Xitoycha nom qo'yishi va Sharq Turkistonning boshqa joylarida ma'muriy rayonlarga qarata o'zgartish elib berishi inkos qo'zg'agan va ma'lum darajada norozilik keltirib chiqargan edi. Xo'jali qatliamini xotirlash marosimida Sharq Turkiston aslab o'tildi. Xo'jali qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan ishg'olchilarga qarshi o'rtaq ovoz faoliyatiga Uyg'urlar qatnashdi. Yig'inda Sharq Turkiston aslab o'tildi. 2016 yılı 20 fevral Türkiye'nin eski şehirde ötküzülgen
xo'jalik qirg'inchiligi va Qorabog' masalasi yig'iniga Ozarbayjonlik qarindoshlarning dardiga tang darmon bo'lish maqsadida Anqarada yashayotgan Uyg'ur ziyoli Mirkamiljon Qashqari va Turkiyada dong chiqargan kichik cho'lpon Mujohid Qashqari ishtirok qildi. Yig'inda Mujohid Qashqari hammaga tunishliq yiqimliq ovozi bilan Sharq Turkiston temisida she'r deklamatsiya qildi. Ozarbayjon parlament a'zosi Ganira Pashayeva xonimga Uyg'ur do'ppisi sovg'a qilib, sahnada kiygizib qo'ydi. Ganira Pashayeva xonim yig'inda qilgan so'zda Sharq Turkiston masalasi ustida to'xtalib o'tdi. U birlik ittifoqlik haqida munolarni ta'kidladi. Amdi men, sen, u yo'q. Biz bor. Agar biz deyishga muvaffaq bo'la olasak, biz deb yo'lga chiqsak, biz deb kurash qilsak, umid qilganlarimizning kelgusi bor. U so'zda yoshlarning Sharq Turkiston haqida bilishi kerak bo'lgan ko'p ishlar borligini ta'kidlab o'tdi. Sharq Turkiston va turk islom olamida ishg'ol va qirg'inchilikning hali ham davomlashayotganligini hamda buningga xotima berish uchun birlik, ittifoqlik ichida harakat qilish lozimligini bildirdi. Xo'jalik qirg'inchiligi 1992-yil 2-oyning 26-kuni yuz bergan. Bu kuni Ozarbayjon Jumhuriyatining tog'liq Qorabog' rayonidagi Xo'jali bozorida Armeniya qurolli kuchlari qonli qirg'inchilik elib borgan. Ozarbayjonlik fuqarolar kollektiv shaklda o'qqa tutilgan. Bu yil bu qirg'inchilikning 24-yilligi xotirlandi. Xitoy Uyg'urcha bildigan josuslik xodimlari taklif qilmoqchi. Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi oliy maktablarda xizmatchi qabul qilishni boshlagan bo'lib, Uyg'urcha, Tibetcha qatorliq tillarni bildigan va kompyuter texnikasi bo'lgan o'quvchilarni oldin tanlaydiganligini e'lon qilgan. Nyu-York vaqti gazetining 22-fevral xabar qilishicha, Xitoyning bahor bayramidan keyin maktabga qaytgan o'quvchilarning bir qismlari iqtisod ostlash sababli xizmat topolmaslikdan andisha qilmoqda. Lekin yaponcha yoki uyg'urcha bilgan hamda pozitsiyasi yaxshi bo'lgan, ko'rish quvvati yaxshi bo'lgan o'quvchilarga Xitoy bexatarlik ministerligiga kirib xizmat qilish fursati bor ekan. Xabarda aytilishicha, Shanxaydagi Sharqiy Xitoy pedagogika universitetining ishga o'rinlashtirish mulozimat to'g'rida Shanxay davlat bexatarligi idorasining xizmatchi qabul qilish uqtirishi e'lon qilingan. Qabul qilish obyekti 2016-yili o'qish bitirdigan o'quvchilarga qaratilgan. Lekin bu uqtirish keyin o'chirib etilgan. Bu maktabning ishga o'rinlashtirish mulozimat o'rnida ishlaydigan bir ayol xodim bunday ishning borligini bildirgan. Lekin bu uqtirishning oshkora e'lon qilinganligidan hayron qolgan. Chunki bu xil uqtirishlar odatda ichki qismda tarqatilgan. Xizmatchi qabul qilish faoliyatlari Xitoyning boshqa universitetlaridami elib berilgan. Xabarda aytilishicha, bexatarlik idorasining har yili qabul qilinuvchilarga qo'ydigan talabi o'xshash bo'lmaydi ekan. Bu qatimqi uqtirish mazmunidan qaraganda Xitoy bexatarlik ministerligining kompyuter texnikasi va osonlik millat tillarini pishiq bildiganlarga bo'lgan talabi yuqori bo'lgan. Bu Xitoyning ommani to'rda nazorat qilish va osonlik millatlarni bo'libmi Uyg'urlarni kuzatishga bo'lgan ehtiyojini namoyon qilib berdigan. Xabarda Xitoyning Uyg'ur yoki boshqa osonlik millat tillarini bildiganlarni bu o'ringa qabul qilishni kuchaytirishi Uyg'ur va boshqa millatlarga bo'lgan nazoratni kuchaytirganligidan derak berdiganligi naql qilingan. Xitoy Sharq Turkistonda ommaviy tashviqotni kuchaytirmoqchi. Chet el matbuotlari Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamli ommaviy tashviqot faoliyati elib berib, atalmış terrorizmga qarshi turish irodasini ifodalamoqchi bo'lganligiga diqqat qildi. Reuters agentligining Xitoy taratqullarining payshanba kunidagi xabarda naql qilishicha, bu faoliyatlar asosligi naqshi aytish va usul o'ynash qatorliq shakllarda qanot yaydirilgan. Bu faoliyatning asosli maqsadi Xitoy o'tgan yili ma'qullagan terrorlikqa qarshi turish qonunini tashviq qilish ekan. Bu vaqtdagi maqola atalmış Xinjiang gazetida e'lon qilingan bo'lib, maqolada barliq xalq ommasining safarbarlik qilinganligi, umumiy xalqning terrorlikqa qarshi turishga qatnashadiganligi tilga olingan. Maqolada doirlarning yangi bir ommaviy tarbiya faoliyatini qanot yaydirib, Xitoyning yangi ma'qullagan terrorlikqa qarshi turish qonuniy bilimlarini tarqatadiganligi, rayonning tinchlik va muqimligini ilgari suradiganligi aytilgan. Maqolaning oxirida yana doirlarning omma va ijtimoiy aloqa vositalaridan foydalanib, jamoat fikrini kuchaytirib, muqim kayfiyat yaratadiganligi tilga olingan. Reuters agentligida berilgan xabarda Sharq Turkistondagi muqimsizlikning Xitoyning Uyg'urlarning diniy va madaniyatiga bo'lgan bostirishdan kelib chiqqanligi, lekin Xitoyning buni inkor qilganligi ilgari surilgan. Germaniya dulqullari to'g'ridami bu vaqt xabar berilgan bo'lib, yuqoridagi qarash ta'kidlangan.
Xitoy 5 yilda 11 million emgak kuchini yo'tkamoqchi. Xitoy Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga tarqoqlashtirish qadamini tezlatmoqda bo'lib, Sharqi Turkistonda kelgusi 5 yilda 11 million yezi emgak kuchini yo'tkab, ishga o'rinlashtirishni planlamoqda. Xitoyning Tangritog to'rining 23 fevral xabar qilishicha, Sharqi Turkistondagi odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati doiralarining bildirishicha, Sharqi Turkistonda Xitoyning keyingi 5 yillik plani mezgilda yezilardagi ortiq emgak kuchlaridan 11 million odam qaytimni yo'tkab ishga o'rinlashtirdi ekan. Egallanishicha, doirlar yezilardagi ortiq emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirishni asos qilib, 2015-yili Sharqi Turkiston bo'yicha dehqon ishlamchilardan 2 million 18 ming odamni yo'tkab ishga o'rinlashtirgan. Xitoyning izchil Xitoy ko'chmanlarini Sharqi Turkistonga yo'tkab kelib ishga o'rinlashtirishi Uyg'urlarni bo'lsa, aksicha tarqoq holatda Xitoy o'lkalariga xizmat nomida elib ketishi kuzatuvchilarda gumon qo'zg'ayotgan masalalarning biri hisoblandi. Qiziqarli yeri, Xitoy Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yo'tkaymiz deb davron solgan sari Xitoy o'lkalaridagi yerlik doirlar Uyg'urlarning yurish-turish va qo'nalg'uga tushishini cheklaydigan belgilamlarni o'tirg'a chiqarmoqda. Xitoy 3-turkumdagi kadrlarni kanitlarga tushirgan. Xitoy doirlari yig'in ochib, atalmish 3 el xizmati nomida ta'til tashviqot qilish uchun kanitlarga tushirilgan kadrlarni mukofotlagan va 3-turkumdagi kanitlarga tushadigan xizmat gruppasidagilarni yo'lga solgan. Xitoy doirlari 24 fevral yig'in ochib, 2015-yillik 3 el faoliyati xizmatini xulosaladi va 3-turkumdagi kadrlarni yo'lga soldi. Xitoyning atalmish el rayini bilish, elga naf yetkazish, elni moyil qilish shuari ostidagi 3 el xizmati faoliyati 2014-yili 2-oydan boshlab yo'lga qo'yilgan edi. Hozirgacha turkumlarga bo'linib, necha yuz ming Xitoy kadri Sharqi Turkistondagi asosliqi janubiy rayonlardagi kentlarga tushirildi. Bu kadrlar haqida Xitoy axborot vositalarida eng ko'p ko'zga cheliqadigani kentdagi dehqonlarni tashkillab, san'at faoliyati va yoki shuningga o'xshash faoliyatlarni o'rinlashtirishdan iborat. Ularning asosli xizmati Xitoyning atalmish asabiylik, millatlar ittifoqligi va zamonaviy madaniyat nomidagi ta'til tashviqotlariga moslashish va Uyg'ur musulmonlarini kent mahallalargacha, hatto etiz boshlargacha berib nazorat qilishdir. Egilishicha, Xitoy 2015-yili 10 mingdan ortiq xizmat guruhi va 70 mingdan ortiq kadrni kentlarga tushirgan. Bu qatim 3-turkumda Oqsu, Qizilsuv oblasti, Qashqar va Xotan qatorliq joylarga xizmat guruhi avatgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning qattiq qo'l siyosati Sharqi Turkistonda texmi ig'ir kamsitishga yo'l ochganligini bildirdi. 24 fevral Xalqaro kechirim tashkiloti 2015 va 2016 yillik kishilik huquq dokumentini e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi qattiq qo'l siyosatining milliy kamsitishni kuchaytirib o'tganligini o'tirg'a qo'ydi. Dunyodagi nufuzli kishilik huquq organlarining biri Xalqaro kechirim tashkiloti 24 fevral 2015-2016 yillik kishilik huquq dokumentini e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi qattiq qo'l siyosatining milliy kamsitishni kuchaytirib o'tganligini o'tirg'a qo'ydi. Mazkur dokumentda dunyodagi 100 dan ortiq davlatning o'tgan 1 yillik kishilik huquq ahvoli baholangan bo'lib, dokumentda 2015-yili kishilik huquqning butun dunyoda hujum nishoniga aylanganligi ilgari surilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti huquq tahdid ostida erkinlikka yer shari xarakterlik hujum sarlavhalik dokumentida Xitoyning o'tgan yili davlat bexatarligiga aloqador bir qator yangi qonun nizomlarini chiqarib, kishilik huquqqa zo'r tahdid paydo qilganligini ilgari surgan. Tashkilot dokumentida Xitoyning musulmonlar ko'p sonliqdagi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida qonun nizomlarini chiqarib, diniy ishlarni qattiq kontrol qilganligini, ruxsat qilinmagan barliq diniy faoliyatlarni cheklaganligini ilgari surgan. Tibet rayonida bo'lsa, lama ibodatxonalarni kontrol qilishni kuchaytirganligini, uning BDT tan jazosiga qarshi turish komiteti ilgari bergan tavsiyalarni ijro qilmaganligini tanqidlagan. Xitoy va Koreya orasida mudofaa sistemasi keltirib chiqargan jiddiychilik. Koreya Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni Xitoyning Koreya turishliq bosh elchisi Chu Gochongni chaqirtib, bildirgan ifodalarga tushuncha berishni talab qildi. Koreya Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni Xitoyning Koreya turishliq bosh elchisi Chu Gochongni chaqirtib, Amerikaning Soat nomli mudofaa sistemasining Koreyaga o'rnatilishi Xitoy Koreya munosabatiga buzg'unchilik qildi degan gap so'zlarga tushuncha berishni talab qilgan. Chu Gochong seshanba kuni Koreyadagi bir o'qituvchi partiyaning rahbarlari bilan ko'rishganda
agar soat nomli sistema o'rnatilsa, Xitoy-Koreya munosabati ziyonga uchrashdan saqlanolmaydi degan. U ikki davlat munosabatining hozirgi holatga kelishi uchun qilingan tirishchanliklarning bu masala sababli ziyonga uchrashi mumkin ekanligini, buni asliga keltirishning oson emasligini bildirgan. Koreya Tashqi ishlar ministri yordamchisi 24 fevral Xitoyning Koreya turishliq bosh elchisi Chu Guoxungni chaqirtib, soat nomli mudofaa sistemasining o'rnatilishi Xitoy-Koreya munosabatiga buzg'unchilik qildi degan gap so'zlarga tushuncha berishni talab qilgan. Koreya Tashqi ishlar ministrligi Chu Guoxungning masalani oydinlashtirganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin tafsiliy mazmunlarni oshkorlamagan. Koreya hukumati chorshanba kuni Xitoyning Amerikaning boshqarilgan bombaga qarshi turish sistemasining o'rnatilishi Koreya Xitoy munosabatiga buzg'unchilik qildi degan so'zlarga raddiya bergan. Koreya prezident ishxonasining bir bayonotchisi soat nomli sistemaning o'zini mudofaa qilish tadbiri hisoblanganligini, Shimoliy Koreyaning kun sayin kuchayayotgan yadro tahdidiga taqobil turish uchun o'rnatilganligini bildirgan. U yana bu qurilishning bexatarlik va davlat manfaatini asos qilganligini bildirib, Xitoyning bu nuqtani tunib yetishi kerakligini ta'kidlagan. Koreya Mudofaa ministrligining bildirishicha, Amerika Koreya ikki davlat kelar hafta soat nomli boshqariladigan bomba qarshi turish sistemasi dialogini rasmiy boshlaydi ekan. Koreya shu kuni yana Shimoliy Koreyani ogohlantirib, barliq ig'vogarchilik harakatlarini to'xtatishni talab qilgan. Har qanday qaram harakatning faqatli mustabid hokimiyatning yimirilishini tizildiganligini aytgan. Amerika va Koreya keyingi oyda hozirga qadar ko'lami eng cho'ng bo'lgan birlashma harbiy manevr o'tkazdi ekan. Xitoy va Amerika orasida Janubiy Xitoy dengizi krizisi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida radar sistemasi o'rnatilayotganligi va aeroplan avatganligi o'ttirg'a chiqdi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida radar sistemasi o'rnatilayotganligi va aeroplan avatganligi o'ttirg'a chiqdi. Bundan burun boshqarilgan bombadan mudofaa sistemasi o'rnatganligi ilgari surilgan edi. Washington strategiya va xalqaro masalalar tadqiqot organining 22 fevral e'lon qilgan bir dokladida aytilishicha, Xitoy egilik huquq talash tortishi bor bo'lgan Janubiy Xitoy dengizidagi orollarda radar sistemasi o'rnatilayotgan bo'lishi mumkin ekan. Bu doklad bu yil 1-2 oylarda tartilgan sun'iy hamra rasmlari asosida chiqarilgan. Rasmlarda ko'rsatilishicha, Quartron nomli oroldagi qurilish yaqinda bitgan. Bu sun'iy orolning ko'lami 21,5 kvadrat kilometr kelgan. Rasmda bu orolda yuqori chastotalik radar sistemasi, bir mayak va bir tikuchar uchish supisi ko'ringan. Bu organning deyishicha, radar sistemasining o'rnatilishi Xitoyning bu rayondagi kontrollikni va nazorat qilishni kuchaytirdi ekan. Bu doklad dal Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaga ziyoratga berishdan bir kun burun e'lon qilingan. Uning ziyorat kun tartibida Janubiy Xitoy dengizi bor ekan. Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry o'tgan hafta Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida harbiylashtirishni kuchaytirayotganligiga doir har kuni yangi isbotlarning o'ttirg'i chiqayotganligini aytgan. O'tgan hafta Tayvan mudofaa ministrligi Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi Wudi oroliga boshqariladigan bomba qarshi turish sistemasi o'rnatganligini dalillaganligini bildirgan edi. Amerikada ziyorati bo'layotgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry uchrashish olib borgan bo'lsa-mu, lekin Janubiy Xitoy dengizi masalasida yanada birlikka kelolmadi. Hurmatli televizor biz bu vaqtda Ankara Universiteti Tarix fakülteti o'qituvchisi, shunday strategiya mutaxassisi doktor Arkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir Ankarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Doktor oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Birinchi savolim doktor, uzundan buyon hammamizga ma'lum Shimoliy Koreya bilan Amerika boshqa davlatlarniki bo'lib, Amerikaniki o'tirisidagi masalalar hech hal bo'lmay kelgan. Hamda oxirgi nimada Amerika Shimoliy Koreyaga embargo yurgizish qarorini tasdiqlab parlamentdan Obama tasdiqlagan bo'ldi. Hamda mushuningda Shimoliy Koreyaning eng chong sheriki bo'lgan destekchisi, yordamchisi bo'lib kelayotgan Xitoy bu embargodan qanday ta'sir oladi? Buni yaqin va uzoqdan qarag'an vaqtimizda qanday rayonda qanday bir nimalarni keltirib chiqarishi mumkin? Chunki bu qarordan keyin Shimoliy Koreyaning Amerikaga bo'lgan tahdidlarini, ig'ir tahdidlarni seylayotdi burunqidagilar va burunqidan ortiqroq qilib. Mushundagi fikringizni deb qolsam oldi bilan. Hem Amerika hem Xitoy şu Shimoliy Koreyaga bir jazo berishni qalavadıdı. Ama qandaq bir jazo berish jihatda ikkisininki ko'z qarshi o'xshamaydi. Xo'sh.
Amerika bolsa bununla qattiqroq bir jazo bermasak, mana hozir 4-chi qitim bombani, atom bombani sınaq qildi. Ondan keyin raketlarni qilyotdi. Xo'sh. Bu demakki burunqi bu jazo bek ojiz bo'lib qolganligini, burunqi embargolar ojiz bo'lib qolganligini, shuningga qattiq qo'lliq bir bisimni ishiltib, ondan keyin ma'qul qilish lozim deydi. Xo'sh. Xitoy bo'lsa jazo berayli, ama jazoningki maqsadi shu Shimoliy Koreyaning qabul qila oladigan, ya'ni bu xatosini va kamchiligini to'niy oladigan darajadagi bir jazolandirish deydi. Misalga 2003'ten beri Xitoy shu gaplarni deb kelyapti. Hatta 2003'te kurgan bu 6 devletten teşkil tapkan Kuzey Kore meselesini hal kılış için bir yığını vardı. O yığınlardan tüzüklek bir karar çıkmadı. Birleşken Devlet'in çıkan kararını mı Şimali Kore'ye mi icraat kılmadı? Onun bir çatığı mı bulmadı? Xo'sh. Şununla Xitoy hazırdaydı bu Şimali Kore'ye eğer de qattiqroq bergen takdirde o mu qattiqroq bir inkaz köstüdü. O vaqtida bu rayonnaki tinchliklar texmi uçraydı deydi. Yani qanday bir uslubla jazolantirishda Xitoy bilan shu Amerika'nın arasında köz qarashlar o'xshamaydi. Xo'sh. O köz qarash o'xshamaslik tabiiy bir ahvolda Şimali Kore için bir fırsat yaratgan bo'ladi. Çünkü bu iki çoğun devletin arasındaki bu okuşmazlık veya şundakla talaş tartış Şimali Kore için bir muhit yaratıdı. Yani vaktince bu manevra oynayalaydıgan bir sahaga ilgi olurdu. Xo'sh. Yani o rayonda hem de bu Şimali Kore bağan sıra bu inkazını güçlendirse şununla Cenubi Kore ve Japonya mı biz özümüzden kovduğumuzsak olmaydı gedip ulama moyun şu kural yaraklarını işlep çıkarıp onun özününki şu askeri güçünü güçlendirişe tırışıdı. Yani bu bolsa mesela Amerika ile hemkarlık kılışının yoluma içildi diyen gibi. Eğer de bu bir koşun bu gelse şunlarla Xitay'ımız yantıydı. Mesela Amerika şu Şimal Kore'de Şimal Kore, Amerika ile Cenubi Kore, Şimal Kore'nin ki şu roketege karşı bir tosak kılış bir torunu kılıvadıdı. Bir mekanizma değil. Bu mekanizmanı orlaştırıvadıdı. Hazır Xitay onunla narazı bildirivadıdı. Çünkü o eğer de şu roketege karşı mekanizma eğer de işlepte kalsa Xitay'ıma tehdit yardalaydıgan bir ahval peyda oldu. Şununla Xitay pek bu Amerika'nın algan bu kararıga pek memnun emesemdi. Hörmətli televizor görüşçülər, şuna qılıb bu haftalık İstiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qatımqı proqramımızı görüşəcək. Sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırımız. Esselamu aleykum və rahmetullah.